Hammaga salom, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan men Bozit. Bugun videoda biz rasmlarda orqa fonni yo'qotishni o'rganamiz. Biz birinchi bo'lib orqa fonni yo'qotmoqchi bo'lgan rasmimizni Edis kompyuterdan olamiz. Hozir rasm mana. Tashlaysiz. Tepasiga qilib turasiz. O'qitib olasizda rasmni hamma joyini tayyorlab beradi. Keyin biz bu yerda background degan joyda rasmcha turibdi. Ya'ni rasmimiz turibdi. Bu yerdan qulfdan chiqarib olamiz. Bu yerda bemalol qo'llanilib olamiz rasmni. Hozir keyin rasm qirqadigan joyda kiramiz-da. Mishkaning chap tugmasini, o'ng tugmasini bosib turib, mana bunisini ikkinchisiga bosamiz. Ya'ni ikkinchi rasmga o'tkazamiz. Endi bu yerda avtomatik kesib berish degan joyda qilasiz. O'zi belgilab beradi-da. Ba'zi bir joylarda endi xatolik ketadi. O'zi shuni to'g'rilab olamiz. Alt bosib yaqinlashtirasiz, keyin alt bosib minus plus qila olasiz. Alt bosib ne qiladi? Alt qo'yib ne qiladi? Sal qoldi, mana bo'ladi. Obunachilar, mana endi biz o'zimizni rasmimizni tayyorlab oldik. 40 tayyorlab olib, bu yerda keyin mana bu tugmani ustiga bosamiz. Mana avtomatik belgilangan joyda yonidagisiga bosamiz. Keyin orqa fonni yo'q qilib beradi. Tinday so'la. O'stirib yo'q dishsi bilan. Endi bu yerda qilganingizni qilsangiz bo'ladi. Shadow orqa fon xiraligi qilsa, PD xolos. Yo'qam siz bo'ladi. Endi biz o'qitib bosamiz. Hammasini qilib bo'lganimizdan keyin o'qitib bosamizda tayyor bitta chiqadi. Har hurmatli kuzatuvchilar, video shundan iborat edi. Video foyda bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.